Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Charchamasdan akalar, mana bugun Xudo xolasa bizda yana ikkita nabor zakazlarimiz tayyor bo'lgan. Bittasi oq yong'oqdan bo'lgan qo'shxonaga Qo'shniy akamiz zakazlari. Yana bittasi Xudo xolasa qora sopli varianti deb Qo'sob akamiz Farg'onali akamizga tayyorlab berganmiz. Tig'lari klapanejdan zaylab qorayib qolmaydi. Xudo xolasa boltalari 800 gramli bo'ladi. Ekosini ham chopqisi yorma variantlida aka, Xudo xolasa sug'orib chiroyli qilib qo'yganmiz. Uncha boltani vazifalarini bajaraveradi. Xudo xolasa bu naborlarimizda har doimgidek 4 ta pichog'i bo'ladi, bitta chopqi, bitta bolta variantida bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib chamadonlarda qilib, sovg'abob qilib, neobычный qilib tayyorlab berganmiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, bemalol ekranda qoldirilgan badla pichoqchiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqangi Xudo xolasa chiroyligina donali pichoqlarimizdan ham bor. Yo, bismillah, mana aka. Dokumentlar bilan chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Chiroyli bo'lib mehr berilgan klapanlari har doim aytganimizdek, Xudo xolasa toza klapanlardan zanglab qorayib qolmaydi akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa ishlarimiz yoqib ma'qul kelgan bo'lsa, ekranda qoldirilgan badla pichoqchiga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor.